Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Ajrimlar bugun zamonaviy jamiyatning eng og'riqli ijtimoiy muammolaridan biriga aylanmoqda. Oila buzilishi faqat er-xotin taqdiri bilan cheklanib qolmaydi. Eng avvalo bolaning hayoti, uning kelajagi va jamiyatdagi o'rniga bevosita ta'sir qiladi. Ajrashgan yoki alohida yashayotgan ota-onalar o'rtasida bolaning moddiy ta'minoti masalasi aliment orqali tartibga solinadi. Aliment bu shunchaki pul emas, bu bolaning oziq-ovqati, kiyimi, ta'limi, tibbiy xizmatlari va eng muhimi, uning munosib hayot kechirish huquqining kafolatidir. Afsuski, so'nggi yillarda aliment to'lamaydiganlar soni ham ortib boryapti. Bu holat faqat huquqiy muammo emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, ma'naviyat va bola huquqlari bilan bog'liq jiddiy masala sifatida namoyon bo'lyapti. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Nima uchun ayrim otalar alimentni farzandi uchun emas, sobiq turmush o'rtog'i uchun to'lov deb qabul qiladi? Aliment to'lanmasligi bolaning psixologiyasi va kelajakdagi ijtimoiy xulqiga ta'sir ko'rsatadimi? Bugun shular haqida fikrlashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. Zulfiya Nuraliyeva, Toshkent shahar sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudyasi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori. Farruh Toshpo'latov, Majburiy ijro byurosi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i. Ahrolxon Rustamxo'jayev, Majburiy ijro byurosining Toshkent shahar Mirobod tuman bo'limi davlat ijrochisi. Hurmatli mehmonlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu dolzarb mavzu yuzasidan muloqot qilmoqchimiz. Sizga bir qator savollarimiz bor. Aliment tizimini takomillashtirish bu yuqorida aytganimizdek jazolash emas, balki bolalar kelajagini himoya qilishga kiradi. Davlat, jamiyat va har bir ota-ona bu mas'uliyatni birdek his etishi lozim. Buni siz tajribangizdan ko'rib boryapsiz. Nima uchun aliment undirish bo'yicha ijro hujjatlari soni yildan yilga keskin oshib boryapti degan savolni qo'ymoqchi edim. Bu oilaviy inqirozmi yoki mas'uliyatsizlik belgisimi? Marhamat. Inson huquqlari avvalambor bola huquqlaridan boshlanadi va har bir davlat o'z kelajagini bola huquqlarini kafolatlash bilan ta'minlaydi. Aliment undirish masalasi Oila kodeksi bilan tartibga solinadi. Demak, aliment undirish yuzasidan sudga ariza tartibida va da'vo tartibida murojaat qilish mumkin. Ariza tartibida murojaat qilinganida, demak, sud buyrug'i chiqariladi sud tomonidan va bolalar soniga qarab aliment miqdori belgilanadi. Aliment undirilganda qarzdorning oylik ish haqqi va boshqa daromadlaridan deb undirilsin deb ko'rsatiladi. Da'vo tartibida berilganida, ya'ni taraflar o'rtasida, undiruvchi va qarzdorning o'rtasida, da'vogar va javobgar o'rtasida nizo bo'lsa, shundagina da'vo tartibida murojaat qilinadi va shunday tartibdagi da'vo tartibida berilgan da'vo arizalar sud majlisida va taraflar ishtirokida ko'rib chiqiladi. Har bir inson o'zi anglab yetishi kerak, o'zini farzandini ta'minlanishini, uni oziqlanishini va unga demak kerak bo'lgan jihoz, sport jihozlari, darsliklarni olib berishi o'zi anglagan holda ota-ona xabardor bo'lib farzandiga olib berish kerak. Lekin bugun qanday bir jarayonni kuzatyapmiz? Mana siz bevosita Toshkent shahar sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudyasisiz. Sizga ko'p murojaatlar bo'ladi va bu jarayondan xabardorsiz. Otalar qanchalik bugun mas'uliyatni his qilyapti? Alimentni o'z vaqtida to'layaptimi va to'lamayotgan bo'lsa nima sabablari bor? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Aliment undirish deganda ko'z oldimizga otalar keladi, lekin unday emas, onalar ham bor. Farzand kimni tarbiyasida, kimni qaramog'ida qoldirilgan bo'lsa, demak o'sha ota-onadan biri ikkinchi ota-onaga nisbatan aliment undirish masalasi bilan murojaat qilishga haqli. Aksariyat hollarda farzandlar onasi bilan qoladi va qarzdor, demak, aliment to'laydigan shaxs ota bo'ladi. Afsuski, bugungi kunda onalarimiz ham kam emas. Qancha onalarimiz bugun aliment to'layapti? Masalan, poytaxtimiz misolida oladigan bo'lsak. Bu statistika Oliy sud Majburiy ijro byurosida ko'rsatilgan. Shunday tushuncha borki, yuqorida aytganingizdek, alimentni faqat ota to'laydi degan bir tushunchani biz ko'p eshitamiz yurtdoshlarimizdan, lekin bugun aytish mumkinki, onalar ham demak aliment to'lashyapti. Farruh aka, uning ijrosi qanday bo'lyapti? Sud qarorlarining ijrosi nimalarga e'tibor berilyapti va qanday jihatlari bor, qanday bir yangiliklar bor bu bo'yicha? Ba'zan eshitib qolamizki, alimentni to'lamasdan qochib yurganlarni topilgani haqida bir ma'lumotlarga ko'zimiz tushib qoladi yoki butun farzandlariga uyini sovg'a qilgan, aliment hisobidan sovg'a qilgan holatlarni ham kuzatyapmiz. Shu tartibini tushuntirib bersangiz, marhamat. Umuman olganda, nima uchun aliment masalasi hozir jamiyatimizda ham og'riqli, ham muammoli, ham aktual masalaga ko'tarildi. Aytishimiz kerak, mana Majburiy ijro byurosi organlari tashkil topganiga 9 yilga yaqinlashayotgan bo'lsa, 2018-yil bola mana shu aliment masalasidagi hisob-kitoblarimiz, statistikamiz analiz qilganimizda
o'sha davrda biz 240 mingdan ortiq alimentga oid ijro ishlari borligini va 300 mingdan ziyod farzandlar foydasiga undiruv bilan bog'liq ishlar bilan bo'yicha shug'ullanar edik. Qariyb 7 yildan oshgan davr ichida statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, hozirda qariyb 365 mingdan oshib ketdi. Bu degani 52% ga oshganini ko'rsatmoqda. Yuqorida aytgandek, demak 365 ming respublikamizda aliment to'lovchilar bor. alimentga oid ijro ishlar soni shu Ijro ishlari. buning ichida ayol kishilar ham bo'lishi mumkin, farzandlar ham bo'lishi mumkin. Afsuski, konstitutsiyamizda shunday normada, bosh qomusimizda 77-moddasida shunday aliment haqida jumla keltirilgan. Ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar ularni boqishi, ta'lim, tarbiya berishi, sog'lig'iga e'tibor berishi, har tomonlama g'amxo'rlik qilishiga majburligi. Shu o'rinda 80-moddada aksincha farzandlar voyaga yetganidan so'ng mehnat loyihasi bo'ldimi, ota-onasiga g'amxo'rlik qilish ko'rsatilgan. Demak, bu yerda 3 ta subyekt, ya'ni farzand, ota-ona o'rtasida bo'layotgan jarayonni kuzatishimiz mumkin. Uchalasida ham bu jarayonda oid ijro ishlarimiz bor. Endi hozirda biz aytadigan bo'lsak, 365 mingdan ziyod ijro ishlar ortida 1,5 milliondan ortiq, ya'ni 600 mingga yaqin farzandlar himoyasi, moddiy ta'minot bilan bog'liq himoyasi turibdi. Ayollar masalasiga keladigan bo'lsa, afsuski yo'q emas. Qariyb 3 yil oldin bular soni 2,5 mingdan ziyod edi. Hozir mana 3,5 mingdan ziyod, ya'ni to'g'ri aytadigan bo'lsa 3573 dan tashkil etmoqda. Poytaxtimizda bu ko'rsatkich katta emas, 205 ta nafar shunday ko'rsatkichlar bor. Endi ayol kishilarning aliment to'lashiga oid ijro ishlarida hech qanday istisno tariqasida ko'rsatilgan imtiyoz mavjud emas. Ayol kishining inobatga olganimiz holda biz ko'proq imkoniyat beramiz. Jazo tortilgunga qadar aliment o'z vaqtida to'lashini yoki imkon bo'lsa biz doim shu tarafimiz. Aliment undiruvdan ko'ra oilani jamiyatda saqlab qolish biz uchun muhim. Agar yosh oila bo'lsa, biz harakat qilamiz ko'proq yarashtirishga. O'tganlar bo'lgan hamkorlik tadbirlarimiz, uchrashuvlarimiz, mahallabo'yi kesimda ishlarimiz natijasida 13800 dan ortiq oilamiz yarashtirdik. Aslida bir kunda bitta oilani yarashtirish bizning xodimlar uchun katta yutuq. Oila bir vatan, lekin afsuski keyingi paytlarda kuzatyapmiz. Oddiy sabablar bilan ham oilalar buzilishi holatlari yoki uchinchi shaxs aralashuvi bilan oilalar buzilishi, demak, kuzatilyapti. Afsuski bu jihatlar bor, lekin targ'ibot tashviqot ishlari kuchaytirilgan. Bugun mahalla vakillari, mana siz idora vakillari birgalikda mana shu oilalarni yarashtirib, maqsad farzandlarimiz yetim bo'lmasin. Farzandlarimizni kelajagini o'ylashimiz kerak. Ularni turmush tarzi, ularni hayoti, orzu istaklarini birgalikda ota-onalar ko'rish kerak bo'ladi. Ahrorxon, siz bevosita Majburiy ijro byurosining Toshkent shahar Mirobod tuman bo'limi davlat ijrochisiz. Ijroda asosiy e'tibor nimaga qaratilyapti? Qanday masalalar, qanday muammolar bor bugun? Ijroda asosiy e'tibor o'sha undiruvni uzluksizligiga qaratilishi kerak. Chunki bilamiz, bu voyaga yetmagan farzandlar ta'minoti uchun bo'lgandan keyin aliment to'lovlarining uzluksiz bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin aslida muammolar ham aynan mana shu jarayonga borib taqaladi. Chunki bilamizki, aliment undiruvi bu oddiy ijro hujjati emas va uni ortida afsuski buzilgan bir oila turadi. Shunday ekan, ushbu oilani hal qilinmagan ichki nizolari va boshqa shu kabi mayda maishiy muammolari yuridik sohada, ya'ni bu aliment undiruvi sohasiga ko'chirib o'tkaziladi taraflar tarafidan. Bu ong osti holatida psixologik jihatdan majbur bo'ladiki, qaysidir ma'noda aliment ishlariga mana shu muammolarni qorishtirishga. Va aynan mana shu bizni ishimizni va shu jumladan o'sha fuqarolarni o'zlarini hayotlarini ham qiyinlashtiruvchi asosiy omil bo'ladi. Chunki aliment to'lashni imkoniyati bo'lmaganligi sababli to'lolmaslik boshqa narsa, lekin shunchaki xohish bo'lmasligi sababdan ham to'lamaslik bu aslida muammoni keltirib chiqaruvchi narsa bo'ladi. Chunki agarki fuqaroda xohish bo'lmaydigan bo'lsa, u istagan bahonasini topib olishi mumkin. Albatta o'zini oqlash uchun, va bu bahonalar juda ham primitiv bahonalar bo'ladi, juda ham oddiy va o'sha oiladagi maishiy masalalar bilan bog'liq bahonalar bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatda siz dasturni boshida aytganingizdek, aliment bu bolalarning puli. Albatta ota yoki onaning foydasiga undiriladi, lekin voyaga yetmagan farzand ta'minoti uchun. Va aynan mana shu haqiqatni agarda taraflar yaxshi tushunib oladigan bo'lsa ham muammolar karrasiga kamayishiga erishish mumkin bo'ladi. Mirobod tumanida vaziyat qanday? Mirobod tumanida mana ish olib borasiz, ijroda mana shunday bahonalar ro'kach qilinyapti, mana shunday bahonalar kuzatilyaptimi? Bilasizmi, faoliyatim davomida bir nechta tumanlarda ishlashimga to'g'ri kelgan. Toshkent shahrida har qanaqa tumanda ham o'sha muammoli, ba'zida muammoli mahalla, muammoli hudud bo'lishi mumkin va asosan kontingent tumandan tumanga ham albatta o'zgarib boradi va muammolar ham shunga yarasha. Lekin har qanaqangi muammolarni bir turkumga, bir toifaga jamlash mumkin bo'ladi. Bu o'sha oilaviy muammolar,
yoki bo'lmasam o'sha iqtisodiy muammolar. Iqtisodiy muammolarni negizi tayin bu o'sha ishsizlik yoki bo'lmasam doimiy turg'un daromad manbaiga ega bo'lmaslik. Oilaviy muammolar esa bu o'sha ijtimoiy psixologik xususiyatlariga ega bo'ladiki, endi bu muammolarni turlari juda ham ko'p. Demak, unda o'sha oilaga kirgandagina biz bilamiz uni masalasini, muammosini, uni asl sabablarini va nima uchun mana shunday holat yuzaga kelayotganligini aytganingizdek, avvalo xohish bo'lishi kerak, avvalo to'g'ri tushunish kerak. U to'lanayotgan aliment ayoliga yoki farzand otada bo'lsa otaga emas, demak u bolani taqdiri uchun, bolani kelajagi uchun, bola uchun investitsiya ekanligini bir tushunishimiz kerak. Aslida bu aliment pul ham yetmaydi. Aliment puldan tashqari ta'minoti, bolaning xarajatlari bugun yetarlicha bo'ladi. Bola masalan o'yinchoq olishni xohlaydi yoki kitob o'qishni xohlaydi, boshqa bir ko'ngilochar yo'llarga borishni xohlaydi. To'g'rimi? Nima deysiz? Bolani rivojlanishi uchun hozir zamon bir joyda turmayapti. Tez o'sib boradi bolalarimiz. Avval masalan 5 yoshlik bolani aldasa bo'lardi. Hozirgi farzandlarimiz unaqa emas. 5 yoshlik bolani fikrlashi 7 yosh, 8 yoshga to'g'ri keladi. Bu o'yinchoq deymiz. Oddiy o'yinchoq deb qarasak, lekin bu o'yinchoq uni rivojlanishi uchun kerak. Afsuski ayrim aliment to'lash kerak bo'lgan qarzdorlarimiz qasddan boshqa ishga o'tib olishadi. Oylik daromadini kamroq ko'rsatish uchun. Go'yoki onaga undiriladigan aliment ona o'zini ehtiyojlariga ketkazadi deb o'ylashadi. Lekin qanday qilib ona farzandi nimagadir muhtoj bo'lsa-da, u o'zini ehtiyojlariga ketkazishi mumkin. Hozirgi farzandlarimiz juda oldinda sportga boraman deydi, qandaydir to'garaklarga boraman deydi. Kasblar albatta o'rganishi demak lozim bo'ladi. Har bir masalan kitob olib o'qiyman deydi. Juda ham nima deydi? Farzandlarimiz o'z ustida ishlab zamon rivojlanib borgandan keyin zamonga ham nafas bo'lib o'sish xohlaydi. Lekin o'shani aliment to'laydigan otalarimiz, onalarimiz o'zi anglab yetish kerakda shu narsani. Qasddan masalan boshqa ishga o'tib olib, oylik ish haqini kamaytirib olib, o'zini ishsiz deb ko'rsatib, albatta shunday holatlar odamni tashvishga soladi. Aliment deganda nafaqat farzandlarga, ota-onalarga to'lanadigan aliment ham bor. Bundan tashqari er-xotinlarning o'rtasida vujudga keladi munosabat, ya'ni farzandi 3 yoshga to'lgunga qadar ona ta'minoti undirish haqidagi jumla ham bor oila kodeksida. Ya'ni farzand 3 yoshga to'lguncha ona farzandi tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, ishlay olmaganligi sababli ona ta'minoti undirish haqidagi da'vo ariza bilan ham sudga murojaat qilishga haqli. Aliment deganda biz faqat farzandlar emas, demak ota-onalarga to'lanadigan, demak to'lovlarning borligini, uni farzandlar to'lashini yoki ota-ona farzandga to'lash holatlari bormi? Shunday holatlar ham bor. Farruh aka, mana to'lamaslik haqida, qarzorlik haqida gapiramiz. Aliment to'lamaydigan qarzorlarning eng ko'p uchraydigan uzrli sabablari nimalardan iborat? 2025-yilda yurtimizda 37.544 ta nikohlar bekor qilingan. Bu katta ko'rsatkich. Oiladagi sudlar tomonidan qabul qilinadigan ajrashish to'g'risidagi ajrimlarning ko'payishi o'z o'rnida alimentga oid ijro ishlarining soni oshishiga olib keladi. Biz o'zi aslida Majburiy ijro byurosi organlarida yildan yilga xodimlarimizning ish hajmi ko'payib borayotganligi ham fuqarolarimizni sud organlariga, huquq muhofaza idoralariga murojaati orqasida kelayotgan hujjatlarning soni tufayli bizlar yildan yilga ish hajmimiz ko'payapti. Bu degani biz shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Xodimlarimiz ish yana ham ko'proq ishlashga, yana ham ko'proq mas'uliyat olyapmiz. Biz o'rganishlarimizda analiz shunday ko'rsatyapti. Asosan ikkita toifaga biz bo'layapmiz. Bu moddiy ko'rinish sabablar va ruhiy sabablar. Moddiy sabablarimizni biz aytmoqchi bo'lganimiz, mana e'tibor bering, o'tgan 25-yilda 1 trillion so'm mablag'lar aliment uchun undirib berildi otalar tomonidan. Sudlardan olingan ma'lumotlarni bizga tanishtiraman. Sudlarga yuborilgan 6215 tadan ortiq ma'muriy materiallar bo'yicha qarzdorlarga jazo qo'llanilmayapti. Buning asosiy sababi birinchi marta ma'muriy javobgar tortilayotgan shaxslarimiz buni oqibatini tushungan holda aliment pullarini sudlarning o'zida to'layapti jazo olmaslik uchun. Bundan ko'rinadiki, biz hozirda mana shu masalada o'rganganimizda moddiy tomonimga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsak, shaxs xohlayapti, istagi bor, muqim va turg'un ishi yo'qligi uchun aliment undirishda muammolar tug'ilyapti. Biz o'shaning uchun ham harakat qilyapmiz, hamkor tashkilotlar bilan, ayniqsa bandlik ko'mash markazlari bilan fuqarolarimiz iloji boricha mehnat yarmarkasida ishga joylashtirishimiz kerak. Birinchidan, ishsiz qolmaslik kerak bu. Ikkinchidan, moddiy ta'minotni o'sha ishga qaratib qo'yamiz. Bizga osonroq bo'ladi. Uni jazolashimizdan ko'ra, uni sudga olib chiqishimizdan ko'ra, uni biz ishlatishimiz to'g'ri keladi. 27 ming nafarga yaqin aliment to'lovchilar shuna qilib ishga joylashtirdik. Bu moddiy tomon aytaman. Ruhiy tomoni bilan ishlash biz uchun qiyin. Ruhiy tomonda moddiy ko'rsatkich, omil, faktor asosiy mezon hisoblanmaydi. Mana yaqinda aliment to'lovchi shaxs o'zining turmush o'rtog'iga beriladigan aliment pulini 10 milliondan ziyod aliment pulini tanga hisobida beryapti. Shu umri shu bilan o'tsin deb. Shunaqa ruhiy bir-biriga nisbatan kelishmovchilik, bir-biriga nisbatan ustunlik mezonlari o'rtasida farzandlar
chekadi. Bizda ham mana shunday insonlar bilan kurashishimiz oson bo'lmaydi. Hamma tomoni bor, to'g'ri qabiliyatiga ega, lekin mana shu past daromadda to'lasa, sobiq turmush o'rtog'i o'zini aybini tushunib, undan kechirim so'rasa, bunda uchinchi shaxslarning juda faolligi bor. Aliment ortidan boshqa ijro ishlar ham kelib chiqishini sudlarimiz juda yaxshi biladi. Birinchisi bu aliment bo'lsa, ikkinchisi ko'pchilik yaxshi biladi, o'rtada farzand yana o'rtada sarson, sababi farzand ko'rishtirishga oid ijro ishlari. Farzand onada qolgan, lekin otaning ko'rish huquqi bor. Ona ko'rsatgisi kelmaydi, otasi onasiga nisbatan chora ko'rish xohlaydi. O'rtada farzand ovora. Davlat ijrochisining shanba, yakshanba kunlarga to'g'ri keladi, ish vaqtining xoli vaqtlari, lekin bizning davlat ijrochilarimiz shanba, yakshanba kuni farzand uchrashishga harakat qilishadi. Qiziq tomoni 2 soatga belgilangan vaqt ichida ayrim hollarda farzand olgan ota ketib qolsa, yana bizga ustimizdan shikoyatlar tushadi. Sud qarori agar e'lon qilingan bo'lsa, masalan, farzandni ko'rish uchun oyda 4 marta ruxsat berildi deylik. Lekin ko'ruvchilar, o'sha ko'rmoqchi bo'lgan, sud qarorini chiqartirib olgan tomon farzandni ko'rmasa, qanday bir choralar ko'riladi bunda? Farzand bilan ko'rishish bir-biriga ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida qo'llaniladi, afsuski ko'p hollarda. Ya'ni shunchaki shu faktni mavjudligini o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni bu alimentni yoki bola bilan ko'rishtirish to'g'risidagi sud hujjatlarini taraflar bir-biriga ta'sir ko'rsatish vositasiga aylantirib olishgan oxirgi vaqtlarda. Ya'ni majburiy ijro byurosida ko'proq ta'sir qilish, oilaga demak xalaqit qilish, ularni oilaga xalaqit qilish, chunki bilasizmi, agarda siz ko'plab yil aliment masalasida ishlaydigan bo'lsangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz oilaviy munosabatlar to'g'risida ayrim bir psixologik tushunchalarga ega bo'lib qolar ekansiz. Bu o'sha ajralish jarayonini oxiriga yetmaganligi bilan bog'liq bo'ladi. Chunki ajralish bir necha bosqichda odatda bo'lar ekan, bu o'sha hissiy ajralish, psixologik ajralish, ota-ona sifatida yoki moddiy jihatdan ro'zg'orlarni bo'linishi va oxirgisi bu o'sha ruhiy ajralish. Tomonlar yillar davomida birgalikda bog'langan iplar galma-galdan uzilib boradi va o'sha ruhiy jihatdan ular bir-biriga haliyam bog'liq yoki tobe holatda bo'ladigan bo'lsa, mana shu kabi salbiy holatlar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha vosita sifatida foydalanish. Lekin sud qarori bajarilmasa-chi, masalan, ko'rishga ruxsat berilgan, lekin kelmaydi. Bola bilan uchrashish bu huquq. Ya'ni bu yerda qarzdor ona bo'ladigan bo'lsa, agar bola onadan qolgan bo'lsa, ota bu undiruvchi sifatida bu jarayonda ishtirok etadi. Lekin amaliyotda shunaqangi bir holatlar ham bo'lganki, otani, ya'ni ajrashgandan keyin bolalar onada qolgandan keyin otani farzandidan kelib xabar olish majburiyatini yuklatilgan holatlar ham bo'lgan. Agar mana shu kabi ijro hujjati bo'lsa, albatta bu ijro hujjatini ijrosini bajarmaslik bo'yicha o'sha umumiy tartibdagi javobgarlik choralari qo'llanilishi mumkin. Bu yerda o'sha ma'muriy javobgarlik, ya'ni jarima qo'llanilishi, hattoki jinoiy javobgarlikkacha sabab bo'lishi mumkin. Lekin ayni vaziyatlarda o'sha odatda o'sha haftaning shanba, yakshanba kunlariga belgilanadi bola bilan ko'rishtirish va davlat ijrochisi tomonidan tomonlarga mana shuni tartibi tushuntiriladi. Ya'ni aslida har doim ham davlat ijrochisi bu uchrashuvlarda shaxsan ishtirok etish shart emas, agarki taraflar o'zaro bu munosabatlarni yo'lga qo'ya olishsa. Muammoli vaziyatlarda davlat ijrochisi muammoli vaziyatlar, ba'zi hollarda afsuski biz ko'z yoshlarga ham guvoh bo'lamiz. Ya'ni bolalarni o'sha otasiga yoki onasi bilan uchrashishni xohlamagan holatda bunday vaziyatlarda biz o'sha xalq ta'limi bo'limidan mutaxassislarni, ya'ni psixologlarni jalb qilishimizga to'g'ri keladi. Bunaqa holatlar ham afsuski bugungi kunda ko'plab uchrab turadi. Ya'ni o'sha bolalar ikkita tarafni o'rtasidagi yana bir qurolga aylanib qolgan vaziyatlar afsuski. Da'vogar tomon, mana sizda ham shunday bo'lganmi? Da'vogar tomon mana sud qarori chiqdi, lekin o'sha sud qarori bajarilmasa, bunga ham javobgarlik bormi? Masalan, men kimdandir 1 million so'm pul undirish to'g'risida qarorni chiqartirdim. Lekin men o'sha pulni olmaganim uchun javobgar bo'la olmayman. U odam agar to'lamasa javobgar bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni qarzdor agarda bolani uchrashtirishiga qarshilik ko'rsatsa, ya'ni javobgar taraf qarshilik ko'rsatsa, to'sqinlik qiladigan bo'lsa, u javobgar bo'lishi mumkin, lekin undiruvchi bu yerda istagan paytda da'vogar sifatida istagan vaqtida ko'rishi mumkin. Aliment to'lamaslik qay paytdan boshlab huquqbuzarlikdan jinoyat darajasiga o'tadi? Aliment undirish masalasi bo'yicha sud buyrug'i yoki hal qiluv qarori darhol ijroga qaratilganidan keyin qarzdor tomonidan qasddan yoki bo'yin tovlab to'lamasdan yurgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi 2 marotaba. Demak, ma'muriy javobgarlikdan keyin ham aliment to'lamaslikni amalga oshirib yurilsa, unda jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47 prim 4 moddasida
hamda 47.5-moddasi bor. O'sha aliment to'lamaslik jami bo'lib 2 oydan oshiq sudning qaroriga asosan aliment to'lashdan bo'yin tovlash ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bunda 15 sutka ma'muriy qamoq, 120 soatgacha haq to'lanadigan majburiy jamoat ishlari yoki bazaviy hisoblash miqdorini 20 baravarigacha jarima qo'llash bilan jazolanadi. Bu endi jazoni dastlabki bosqichi. Agarda ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ham xuddi shunaqangi huquqbuzarlik, ya'ni aliment to'lamaslik davom ettiriladigan bo'lsa, ma'lum bir muddat doirasida, endi bu Jinoyat kodeksining 122-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Endi bu modda bo'yicha eng og'ir holatlarda 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Ma'lumot sifatida aytib o'taman, ya'ni o'tgan 2025-yil davomida Majburiy ijro byurosida respublika miqyosida 16 mingdan ortiq qarzdorlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rilgan. Va shundan 1200 dan ortig'i yoki taxminan 9%gina jinoiy javobgarlikkacha yetib borgan, ularga nisbatan o'sha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ya'ni aslida jazo qo'llashning mohiyati ham shundaki, jazoni shunchaki jazolash maqsadida emas, ya'ni o'sha fuqaro o'zini qayta tarbiyalash, uni fikrini o'zgartirish, balki 15 sutka jazo ham balki o'sha fuqarolarga o'zini xatti-harakatini, qilmishini bir o'ylab ko'rish uchun yetarli muddat bo'ladi menimcha. Majburiy ijro byurosi faoliyatida raqamli tizimlar, elektron nazorat yoki avtomatik undirish mexanizmlarini kengaytirish rejalari ham bormi, loyihalar bormi? Bu bolalar manfaatini qanday yaxshilaydi? Majburiy ijro byurosida 2023-yildan boshlab aliment undiruvi bilan bog'liq hujjatlar alohida dasturda, ya'ni e-aliment dasturida amalga oshiriladi. Ya'ni bugungi kunga qadar ko'plab o'sha elektron axborot tizimlari joriy qilinishiga erishilgan va rivojlantirib kelinyapti. Ushbu dasturni afzallik taraplari shundaki, ma'lum bugungi kunda barcha undiruvchilarga maxsus bank kartalari ochiladi. Mana shu bank kartalari bizni dasturimizga biriktirib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni qarzdor tomonidan to'langan aliment pullari bizni dasturimizda ham real vaqt rejimida ko'rinib turadi va kompyuterni o'zi uni qarzdorligini avtomatik tarzda hisoblab ketadi. Shu o'rinda ma'lumot berib keting, hisoblash miqdorini ham qanchadan to'lanyapti bugungi kunda? Bugungi kunda o'sha bir nafar farzand uchun ish haqi va daromadlarni 4dan 1 qismi, 2 nafar farzand uchun 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq farzandlar uchun yarmisi miqdorida aliment to'lanadi. Endi bu o'sha qarzdorning daromadlariga bog'liq. Agar u muqim ish joyiga ega bo'lsa, oyligini tegishli miqdorlari hisoblab chiqiladi. Lekin yuqorida hamkasbimiz aytganlaridek 61% qarzdorlarimiz bugungi kunda rasmiy daromad manbaiga ega emaslar. Shu sababli ham rasmiy ishga ega bo'lmaganlarni aliment to'lovlari miqdorida ham tushuntirib berib o'taman. Ya'ni bu yerda Oylik kodeksining 140-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasidagi o'rtacha oylik ish haqining tegishli miqdorlarida aliment undirilishi belgilangan. Bugungi kundagi o'rtacha oylik ish haqidan kelib chiqib, bir nafar farzand uchun 1.615.000 so'm, 2 nafar farzand uchun 2.153.000 so'm, 3 nafar farzand uchun 3.230.000 so'm aliment to'lanishi belgilangan va aynan kompyuterni o'zi har oyda o'sha mana shu to'lovlarni hisoblab qo'yadi qarzdorlikni. Agarda kartaga pul kelib tushadigan bo'lsa, qarzdorlik nollashtiriladi yoki pul qisman to'lanadigan bo'lsa, masalan 2 million o'rniga 1 million to'lanadigan bo'lsa, 1 millioni o'chirilib, yana 1 million qoldiqda qoldiriladi. Bu o'sha tizimda shaffoflikni va o'sha inson omilini imkon qadar, ya'ni hisob-kitob jarayonlarida inson omilini qisqartirishga raqamlashtirish maqsadida ham shu inson omilisiz, demak, shaffof, xolis yondashish kerak va bu jarayonlar albatta bolalar manfaatini ko'zlagan ekan. Birinchi maqsadimiz mana shu bolalar manfaatini ta'minlash va bu borada nafaqat Majburiy ijro byurosi, balki sudyalarimiz bo'ladimi, jamoatchilik bo'ladimi, mahalla vakillarimi, har bir kishi, oila a'zolarimi mas'uliyatni his qilib, demak, jarayonga kirishish kerak bo'ladi. Hurmatli mehmonlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. O'ylaymizki, ushbu mavzu juda ham dolzarb, savollar juda ham ko'p. Ayniqsa yurtdoshlarimiz, xotin-qizlarimizdan ko'plab savollar bor. Albatta, ular sizga murojaat qilishadi va biz keyingi muloqotlarimizda tizimdagi yangiliklar, olib borilayotgan islohotlar samarasi, ishlarning natijasi va mana shu bolalar manfaatini ta'minlaydigan yangi loyihalar haqida muloqot qilamiz degan niyatdamiz. Studiyaga tashrif uchun rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.